Amerikada hamma traklar uzun, orqasida yotoqxonasi bemalol bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, ozgina adashasizlar. Videoga bitta like bosib keting. Hozir men sizlarga Amerikada ikki turga bo'linadigan traklar haqida aytib beraman. Amerikada umumiy olganda ikki xil turdagi traklar bor. Bular sleeper va day cab deb aytishadi. Birinchisi day cab traklar ko'rinish jihatdan kichkinaroq bo'ladi, orqasida hech qanaqangi yotoq joyi bo'lmaydi. Ko'proq bu traklar ichki faqat bitta shtatning ichida yuk tashish uchun mo'ljallangan va trak haydovchilari bo'lsa bir kunlik ishini qiladi va kechasi uyiga borib damini oladi. Ikkinchisi sleeper traklar, ular o'zimiz o'rgangan, ko'zimiz o'rgangan amerikanskiy uzun traklar bo'ladi va orqasida yotoqxonasi bo'ladi. Bu traklar asosan shtatlar aro yuk tashish uchun mo'ljallangan va trak haydovchilari umrini ko'p qismini aynan mana shu traklarda o'tkazadi. Ham uxlaydi, ham ishlaydi, ham dam oladi. Shuning uchun mo'ljallangan traklar hisoblanadi. Amerika logistikasi haqida doimiy yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.